Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hemmenlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Hemmenlarning niyet qilgan büyük işleri de Allah muvaffaq qilsin. Bugün qisqa bir neçe eg'iz chaqiriq, yani namoyish chaqirig'i uchun huzurunlarga chiqib qoldim. Bilasizlar, 5-iyul Urumchi qatlamining xotir kunida namoyish qilamiz. Mana shu namoyishga chaqiriqni bugun barliq Sharq Turkistonlik xalqiga bayon qilamiz. 5-iyul Urumchi qatlamining xotir kuni. Buni hammanglar bilasizlar. Buni her yıl dünyanın her qaysi joylarida o'xshamagan shakllarda, o'xshamagan ko'lam va o'xshamagan bichimlarda xatirlab kelyapmiz. Shuni mi deyish kerakki, bu xatirlash faoliyatlaridagi izchillik o'xshamagan saviyada bo'lyapti. 2009-yilning o'zidagi namoyishlar bekmi dag'dug'liq bo'lgan edi. Hatta biz biladigan bir muncha g'alchilar, xitoyparastlar, faili majhul shaxslarmi shu yili faoliyatlarga qatnashgan edi. Keyingi yildan boshlab bu ish go'yo ko'nirdi. Chiqmasin bo'ladigan bir hashaga aylandi. Tunji yilida namoyishlarga chiqqanlarning ichidagi pasif kuchlar, salbiy kuchlar bekor olmadi. Özleriga tarafdor to'pladi, kishilarni namoyishdan sovutdi. Foydasi yo'qligiga ishondi. Bir muncha yaxshi niyatli kishilarmi bugun namoyishning foydasi yo'qligi mavzusida shu taslimchilar, xitoyparastlar bilan o'xshash fikrda. Mana bu Xitoy g'alchilarining g'alabasi. Vatani munqarizga uchragan, xalqi qatliamlarga duch kelayotgan, hatto yo'qolishga yuzlangan bir millatning a'zosida kichikkina insoncha vijdon bo'ladigan bo'lsa, ro'y berayotgan fojialar qarshisida sukut qilib turolmaydi. Nayta afsuski, necha minglagan nupusi bo'lgan shaharlardami 10-20 atrofida Sharq Turkistonlik namoyishga chiqib, qolganlarning qarshisini ko'rsatmasligi bu odamlar haqidagi salbiy baholarimizni kuchaytirib etmay qolmaydi. Hatta shundoqlarni o'zlarini odam hisoblamdigandi degan mudhish gumonlarni tug'dirdi. Masala shu yerdaki, biz ularga qarshi tadbir olmadik. Bununla bizdeki daskanchilik, lamzalli diplomatchilik sabab bo'lmoqda. Go'yo ulardan ada juda bo'lsa yashayanmaydigandek to'qi bulmaqa aralashlik türüdeki münasibet, bardı keldi muamele ularni jasoratlantirmoqda. Aslida undaqlarni odam hisoblab münasibet qilish, bardı keldi qilishning o'zimi xato edi. Bizda inqilobiy prinsip bo'lishi kerak qarindoshlar. Siyasi meydan, siyasi nuqtai nazar aniq bo'lishi kerak. Bundaq mücmel shaxslardan xuddi Xitoydan nafratlangandilar. Andın ular özünün tolubu set bir iş qilib qo'yganligini his qilib, hayot falsafasiga qayta qarab chiqishga majbur bo'ldi. Bugun men bu yerda 5-iyul namoyishi uchun Sharq Turkistonliklarga chaqiriq qilishni maqsad qilgachqa, yuqoridagi vatan millatning tahdidi aloqasizlikni, hayot falsafasi qilib olgan nomussizlar haqida ko'p to'xtalmayman. Bu videodan asosiy maqsad namoyishga chaqiriq. Qarindoshlar, dunyo bizni kuzatmoqda, tadqiq qilmoqda. Biz o'z ishimizga to'mizni qo'li to'ngadigan parvosizlik bilan muomala qilaveradigan bo'lsak, kim bizdek bundaq insoniy fazilatlardan mahrum bir xalqqa, o'z ishiga o'zi ko'ngil bo'lmaydigan bir xalqqa yordam berishni xohlaydi? Namoyishdan sovutadiganlar,
chiqmaydiganlar durust insonlar bo'lishi natayin. Undaqlarni emas, jangovar inqilobchilarni ilgilishimiz kerak. Bu chaqiriqni bir oy burun qilishimizdan maqsad tuzukroq tayyorlik qilib, g'olg'on son bilan va namoyish degidek sapo bilan chiqishga yetarlik vaqt olsun. Yaqında e'lon qilingan bir yurish rasmlar Xitoy soqchi tarafining Qashqar Koni shahar noyisidan tutqun qilinganlarning rasmlari her birimizning yuragini larzaga keltirdi. Gerçi hemmeyle Xitaylarning tutqunlari azoblaridan xabarsiz bo'lmasakmi, bu konkret misal yanala yuragimizni ziyadaladi. Nurg'un qarindoshlar o'zlarining ta'sirotlarini bayon qilishdi. Bilingan shuki, o'zini Sharq Turkistonlik deydigan hech kim bu rasmlar qarashida inkassiz qala olmadi. Tabiiyki, o'zini jungulik hisoblaydiganlar bundan mustasno. Shundaqla hayvonlardek yeb ichishdan boshqa hech ishga ko'ngil bo'lmaydigan bir turkumlarmi buningdan mustasno. Endi qarindoshlar, sarang'i sot yo'q degandek, hozircha munofiqlarga, hayvonsimonlarga amal yo'q. Vatan millatning taqdiriga ko'ngil bo'ladigan siyaqda ko'rinayotganlarimiz bo'lsa-mu, to'liqroq maydonga chiqsak, bu qitimqi 5-iyul namoyishini bir oz jonliq, dabdabalik tusda, mustaqillik shuarini asos qilgan, mustaqillik mazmunlari lokomotiv qilingan bir turda ilib borsak, har qaysi davlatlar shaharlardagi jamoatimizning ahvoli, muhitning ahvoli qarta bu qitimqi xotirlashni maydonda namoyish qilish, ko'chalarda yurish qilish, zallarda ommaviy faoliyatlar, nutq va boshqa turdagi zulmni anglatish turlarida ilib borsak. Qisqasi, bir qilibga tushgan, bir xil yiliman vazifa yoki hasha turidagi zerikishlik majburiy harakatning xo'shaqmay takrorlanishiga aylantirib qo'ymay, jo'shqin, g'azabli, o'kirgan shirdek sur hayvalik tusda elib berishga chaqiraman. Sharq Turkistonga mustaqillik. Mustaqillikdan boshqa qutulish yo'li yo'q. Ammo